O'zbek shou-biznesi olamida o'ziga xos o'rin tutgan Ra'no Yarasheva haqida muhim xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Bir necha yil oldin O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev hamkasbi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Yarashevaga uylangani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu masalaga oydinlik kiritildi. O'sha paytlar Telegramdagi kanallarda Toshkentdagi restoranlardan birida O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Yarashevaning to'yi bo'lib o'tgani haqida xabarlar tarqalib ketgan edi. Bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida Ra'no Yarasheva bilan bog'lanishdi. Bu gaplar chiqqaniga bir necha oy bo'ldi. Yodgor aka ustozimiz, biz bir teatrda ishlaymiz. Qolaversa, men u kishini akamdek ko'raman. Men oila, bola chaqali, quda andali, nabirali ayol bo'lsam, shunday yolg'on xabarlarni tarqatishdan kimga nima naf? Bunday odamlarga faqat va faqat insof so'rayman, deydi aktrisa. Ra'no Yarashevaning bir o'g'il va bir qizi, 5 nabirasi bor. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.